Buxoro tumani Bog'dash mahalla fuqarolar yig'ini Bog'dash ko'chasida turibmiz. Tuberkulozning больницаdan 4 kilometr ichkarida juda ham bir fayz barakatli xonadonni obzor qilib o'tamiz. Juda ham bir fayz barakatli insonlar yashab turibdilar. Qurilish turi to'liq pishgan g'ishtdan bo'lgan. Bismillahirrohmanirrohim. Aniq sizga bu xonadon yoqadi. Agar yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Darvozaxonadan kirganimizda bizda ana shunaqa atmosfera paydo bo'lyapti, qaranglar. Elektromobilingiz bo'lsa, elektromobil uchun ustroysal uстановка qilingan, ana bu joyda sanuzimiz dopotatka to'liq kafil qilingan. Ana bu joyda bo'ladi yuvinish xonasi. Qarang. Issiqlik uchun bu konturning kotellar qo'yilgan. Gazdan, svetdan, suvdan, kadastr hujjatdan hech qanaqa muammo yo'q. Aynan bu xonadonni siz kredit orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Yana bir tarafi, plyus tarafi, agar 6-mikrondan xonadonimiz bo'lsa, barter qilib olaman deb aytib o'tyaptilar. Faqat yangi domdan bo'lsin deyaptilar. Aynan 6-mikron territoriyasi. Ana bular bizning ikkinchi xonamiz. Pastda hamma narsasi qo'yapti. Hamma narsasi. Ana bu joyimiz zalimiz. Mashalloh, mashalloh. Kamida hammaga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Shponoviy pollar qilingan, devorlar to'liq mo'ysha bo'la, tepalari gipsakardon va natijali yo'llarda ishlar olib bergan. O'sha oxirgi trenddagi bo'lgan aboylar. Qurilishlar to'liq pishgan g'ishtdan o'tkazgan. Hech narsani ayamaganman deb o'tyaptilar. O'zi bilasizlar, bitta xonadonni ko'tarish uchun pastda yarim umringiz ketib qoladi. Sizga biz tayyor xonadon taklif qilamiz. Hech narsani ayamaganman, yaxshi qurganman debdilar. Olib ketaman degan narsalarga qarang. Ana shu nima deydilar? Kunlarimni olib ketaman debdilar. Qolgan narsalar qolaman debdi. Kunlar tursa $100, bu $500 turadi. Ayamagan, arzimagan narsalarni olib ketyaptilar. Uydagilar ham baraka topsinlar. Qarang, ana bu joyimiz bo'lyapti. Juda ham katta va keng bo'lgan holimiz. Как fitness zal desak ham bo'ladi. Kameralargacha uстановка qilingan. Old sotiq, 4 ta xona, bitta juda ham katta va keng bo'lgan hol qismi. Ana bo'lyapti bizning zal, zelion zonamiz, kechirasizlar. Zelion zonaga bitta baho berasizlar. Как magazinda qilib ko'rishlaringiz mumkin, o'yinlar uстановка qilingan. Old sotiqlik uchastkani obzor qilib berdik. Qurilish turi to'liq pishgan ishdan bo'lgan. Manzil Buxoro tumani, Bog'dash MFY, Bog'dash ko'chasi. Buxoro shahridan 4 kilometr ichkarida joylashgan. Ahamiyat berasizlar. Narxi $95,000 so'rayapti. Taklif bizdan, tanlov albatta sizdan bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Ikkita uka, ikkita opa singillarimiz uchun maxsus taklif bo'ladi. Diqqat bilan eshitasiz. Ana shu 4 etajli imoratimiz sotuvga chiqyapti. Nimaga 4 etajli deyotganimni tanishtirib tushuntirib o'taman. Podval qismimiz 1-qavat, 2-qavat va cherdagi osti. Cherdagi ostini ham bo'yini balandligi 3 metr ekan. Bemalol mansard sifatida ishlatishingiz mumkin. Qurilish turiga vobshi gap bo'lish mumkin emas. Men buni qo'ldan kelgancha tasvirlab beraman. O'zlaringiz kelib ko'z bilan ko'rib baho berasizlar. Gazdan, svetdan, suvdan hech qanaqa muammosi yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin, gazlarni ham tortib qo'yibdilar. Alohida o'zi uchun transformator ham olib kelib qo'yibdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Kamida hammamizga shunaqa kottejlar nasib qilsin. Kirganimizdan hol qismimiz. Ana bizning birinchi zalimiz, bo'yini balandligi 3-4 qavat, to'liq pishgan g'ishtdan olingan pergorodkasigacha. Ana bizning kuxnyamiz, e'tibor bering. Sanuzulimiz va kattalar yotoqxonasi. 5 ga 5 razmer tushgan. Alohida sanuzul qismiga ham ega qilib olishingiz mumkin. Va o'zining ana bu joyda ochiq joyga ham ega. Shamol aylanishiga gap so'z bo'lish mumkin emas. Muzdakkina xonadonlarimiz. Nasib bo'lsa, chiroylikina remont qilib olsangiz, o'z orzu qilgan xonadonga aylanadi. Ana bu podval qismimiz. Podvalga e'tibor bering. Podvalning bo'yini balandligi 208, 117 metr kvadratdan iborat. Jiloy ploshad 370 metr kvadratdan iborat ekan. Juda ham zo'r proyekt tashalgan. Sifatiga ham gap so'z bo'lish mumkin emas. Xonadonimizning egalari ayamasdan pulni vlajit qilganlar. Ikkinchi etajga chiqqanimizda bizda общий anaqa atmosfera paydo bo'lyapti. Juda ham katta bo'lgan holimiz, proyektning ikki taraflama e'tibor berasiz. Birinchi xonamiz ana bu joyda bitta sanuzul va o'zining alohida bo'lgan yana sanuzulga iborat. U joydan yana bitta xonaga o'tib olishimiz mumkin. Juda ham zo'r, o'rka rostini aytaman, qarang. Plitani qarang. Ana bu joyga ahamiyat berasizlar. Bittagina utiblik qilib olsangiz, mansardda ham kvartira sifatida ishlatishingiz mumkin. Yana bitta xonada u ham. Xohlang ishlating, xohlang ishlatmang. Ana bu joyga nima deysiz? Balkonning kattaligini qarang. Ana bu esa tashqaridan ko'rinishi. Manzil bo'lyapti Buxoro tuman, geofizika deb kelasiz. Yo'l ustidan 200 metr ichkarida. Aynan shu xonadonni siz boshqa joyda 95 ming, 98 ming dollargacha reklama bo'lganini ko'rgansiz. Buxoro uy-joy agentligi aynan shu xonadonni 93 ming dollarga reklama qilamiz. Yana kelsangiz ozmoz o'tib beradigan joylar bu. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Niyat qilgan bo'lsangiz ayniqsa like bosib yaqiningizga jo'natib qo'ying.